O'ylaymizki, sportda ham g'alabali yurishini albatta davom ettiradi. 20 yoshda ko'ryapsiz, 12 yosh farq. Bo'y borasida ustunlik bor. Javohirda g'alabaga ishtiyoq borasida ham o'ylaymizki, ishtiyoq juda ham katta. Kuzatamiz. Omad tilaymiz Javohirga. Boshlandi birinchi raund. Boshladi Javohir. Kuchli zarbasidan ehtiyot bo'lish kerak. Albatta uqtirilgan bu. Murabbiylarimiz tomonidan xulosalar bor. Qisqa masofada zarbalar. Boshqa rakursdan ko'rsatsa yaxshi bo'lardi. Gavdaga zarba. Tez-tez mana shunday klinchga kiryapti. Sportchilar chap qo'l hali ishga tushgani yo'q sportchimizda. Yaxshi jeb qo'shdi, ikkilik zarbasi o'tdi. His qildi Kuba vakili Lopes. Gavdaga deganda mana buyruq bajarilmoqda sportchimiz tomonidan. Yana bir ana shu jigarga zarba, seriya. Ummataliyev tomonidan uppercut. Yaxshi, bir necha zarbalar. Eng muhimi Javohir murabbiylarni juda yaxshi eshityapti. To'g'ridan yo'llangan zarba biroz rakursni o'zgartirsa yaxshi bo'lardi. Rejissor bilmadim. Yaxshi, chap qo'l o'tdi. Qisqa masofada ham muvaffaqiyatli urinishlar havoda qolmoqda. Lopesning biroz tin oldi. Mana endi navbatdagi hujumga tayyorgarlik. Bitta hujum bilan chiqib ketish kerak. Yo'q, bu yerda referi aralashmoqda jarayonga. Jeb. Mana 15-soniya qolayotganda zarbani ko'rdik. Yana bitta zarbani ko'ramizmi? Yo'q, kerak emas demoqda murabbiylarimiz. Juda yaxshi o'tkazdi, juda ham xotirjam. Round 2. Ikkinchi raund. Ring markazida. Har ikkisi ham kutyapti, kim boshlaydi. Yaxshi, zarba bergandan so'ng o'z vaqtida himoyani ta'minladi. Ummataliyev. Jeplar. Qo'llar orasidan chap qo'li yo'llanadimi?
Ya mana bu zarbani kutgan edik, amalga oshdi. Masofani juda yaxshi his qilyapti Ummataliyev. Lopes cho'chiyapti, keskinlikni oshirgani. Garchi imkoniyatni boy beryapti u. Yaxshi gavdaga zarba boshga. Mana endi 2lik, 3lik zarbalari seriya yomon emas. To'g'ri, u qadar kuchli chiqmagandir, lekin jarayondan muvaffaqiyatli chiqib ketyapti sportchimiz. Oh. Raqib biroz turib qoldi. Kutdi, boshqa yo'nalishdan kutgan edi zarbani u. Murabbiylarimiz vaqtni tinimsiz aytib turishibdi. Gavdaga zarba. Masofadan chiqishda, ana shu klinchdan chiqish asnosida zarba bilan yo'llash istagida himoyaga o'tib oldi mana Kuba vakili. Hujum kerak emas demoqda murabbiylarimiz. Chunki ikkinchi raundda ham kerakli ko'rsatmalar to'la-to'kis amalga oshirildi. Kubalik murabbiyning nigohlaridan ko'p narsani angladingiz. O'z vaqtida Bektemir Meliqo'ziyev bilan ham bir necha marotaba kuchlanishgan edik. Ikkinchi raund ham hamyurtimizning foydasiga. Eng muhimi xotirjamlik, o'ziga bo'lgan ishonch yaqqol sezilib turibdi Javohirda. Third and final round. Ring bo'ylab aylanib harakat qilishni so'rashmoqda murabbiylarimiz. Ochiq jang kerak emas demak. Qisqa masofada Lopesning zarbalari javob o'z vaqtida Ummataliyevdan. Biroz turib qoldi, bundan foydalanmoqda Lopes. Murabbiylarimiz bejizga u yerdan ket demagan ekan. Yo'q, ochiq jangga kirishish kerak emas. Ana shu jeplar bilan faolroq ishlab, oyoqda tez-tez ana shu joyini o'zgartirib turish kerak bo'ladi. Albatta, hozir Lopesning maqsadi qattiq zarbani o'tkazish. Yaxshi kutib oldi Javohir.
Biroz qo'llarni ko'targan holda qattiq zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak. Bak, qarshi hujum. Bir daqiqa qolmoqda jangning yakuniga yetishiga. Shu oldi qo'lda faolroq ishlasa yaxshi bo'lar edi. Har qalay raqibning qattiq zarba berishga tayyorgarligini buzish kerak. Lopes ham taqdirga tan bergandek noiloj harakat qilyapti. Mana ko'ryapsiz, holatini tushunarli uning ham. Balki u ham anglab turgandir. Katta boksni tark etadigan payti keldi. Mana bu kabi yoshlar yetishib chiqmoqda. Ulardan biri albatta Javohir Ummataliyev ekanligini ko'rdik. Sirojiddin Naimov, Rahmatjon Ro'zoxonovlar mamnunlar albatta jarayondan. Eng muhimi talofatsiz, xotirjamlik bilan ana shunday nomdor raqibga qarshi, boks afsonasiga qarshi jangda muvaffaqiyatli harakat qilmoqda yosh, 20 yoshli Javohir Ummataliyev. Ladies and gentlemen, the winner of this contest via unanimous decision and going into the finals in the blue corner. Ko'kburchakdan o'rin olgan Javohir Ummataliyev. O'zbekiston boks federatsiyasi mutasaddilaridan biri Sakenov Po'latovni ham ko'rdingiz. Olqishlar bilan sportchimizni qo'llab-quvvatlamoqda. Chunki bu g'alaba zamirida juda ko'p insonlarning mehnati bor. Avvalo davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor, O'zbekiston boks federatsiyasi, murabbiylar, ota-onasi, yaqinlari, albatta muxlislarning qo'llab-quvvatlovi orqali Javohir va u kabi yoshlarimiz katta ringlarda mana shunday barchamizni quvontiradigan natijalarga erishmoqda. Shahid Tildaboyev boks afsonasini bronza medal bilan taqdirlayapti. Albatta Javohir Ummataliyev ham raqibga bo'lgan hurmatni ifoda etib qo'ydi. Unga ham mana shunday ulkan g'alabalar Olimpiya o'yinlarida yor bo'lsin deymiz. Mana murabbiylarimiz ham Lopesning mana shunday muxlislarga bildirayotgan demak, Javohir Ummataliyev halqacha finalga yo'l olyapti. Kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida juda katta davomdan muvaffaqiyatli o'ta oldi. Sportchimiz I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself.
never slow up, no I don't